Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni mavzusida respublika ilmiy-amaliy seminari tashkil etildi. Mazkur seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt insoniyat hayotining deyarli har bir jabhasiga kirib kelmoqda. Ayniqsa ta'lim sohasida bu yangiliklar bilim olish jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi tomonidan o'tkazilgan ikkinchi respublika ilmiy-amaliy seminar ham ana shunday nomlandi. Maqsadimiz esa ta'lim sohasida yanada yutuqlarga, yanada rivojlanishga erishish. Ayrimlarda savol tug'iladi: sun'iy intellekt kerakmi? U nima uchun kerak? Odamlarning fikrini bo'g'yapti degan tanqidlar uchraydi. Ko'proq bu odamning vaqtini tejaydi. Odamga ko'proq yordam sifatida foydalansa bo'ladi. Mazkur seminarda raqamli texnologiyalar sohasida startap loyihalar, ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash, dasturlashni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar, ta'limda sun'iy intellekt vositalarini qo'llash va immersiv texnologiyalardan samarali foydalanish mavzularida so'z bordi va taqdimotlar ham namoyish etildi. Ta'limda sun'iy intellektning roli juda ham yuqori. Hozirgi kunda zamon texnologiyalari shiddat bilan rivojlanmoqda. Unga o'quvchilar va o'qituvchilar o'z navbatida o'zini reaksiyasini bildirishi kerak. Bu seminarda o'qituvchilarga, ya'ni pedagog xodimlarga yangi platformalar, element tizimlari haqida ko'proq ma'lumot berilyapti. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislardan batafsil javob olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu seminar ilmiy-amaliy tajriba almashish imkoniyatini ham berdi. Kelajakda ta'limning yanada raqamlashishi va sun'iy intellekt bilan hamkorlikda rivojlanishi yangi avlod uchun zamonaviy, samarali va innovatsion bilim olish muhitini yaratishi shubhasiz.